Payg'ambarimiz aytdilar: "Allimu auladakum va ahlikumul khayr va addibuhum." Farzandlaringiz va oilalaringizga yaxshilikni o'rgating va ularga odob bering. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Tabaroniy rivoyatlarida: "Addibu auladakum ala thalathi hisolin." Farzandlaringizga 3 ta xislatni o'rgatinglar. Hubbi nabiyikum va hubbi ali baytihi va tilovatil Qur'on. Nabiyingizni yaxshi ko'rishga, uni oilasini yaxshi ko'rishga va Qur'on tilovatiga. Bolalaringizga 3 ta narsani o'rgatinglar. Payg'ambarini yaxshi ko'rsin, payg'ambarning oilasini yaxshi ko'rsin va Qur'on tilovatini o'rgatinglar. Endi faraz qiling, shat bordingizda bugun, bolam, payg'ambarimizni yaxshi ko'r bugundan boshlab. Payg'ambarimiz oilasini bugun yaxshi ko'rmasang bo'lmaydi. Kel, yaxshi ko'r. Desiz, bu kulgili holat bo'ladi. Ha siz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tanitmagan bo'lsangiz, oilasini tanitmagan bo'lsangiz, qayoqdan yaxshi ko'rsin? Odam nimani yaxshi ko'radi? O'zi tanigan, bilganda yaxshi ko'radi. Shuning uchun unaqa payg'ambarning oilasini yaxshi ko'r deb shab dabdurustdan buyurishni o'rniga payg'ambarimizning hayotini aytib bering. Xulq atvori, rahmat haqida hikoya qilib bering. Payg'ambarimiz yosh bolalar bilan qanaqa bir holatda muomala qilganligini aytib bering. Masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir majlisda o'tirganida o'ng tomonida Abdulloh ibn Abbos yosh bola bo'ladi. Chap tomonida Abu Bakr Siddiq o'tiradi. Payg'ambarimizga bir ichimlik olib kelishadi. Rasululloh ichadilarda sunnatga muvofiq o'ng tomonga uzatish kerak. Shu kichkina bola Ibn Abbos o'tiribdi. Haligi Ibn Abbosga qarab, "Ey bola, o'zi shuni aytyapti." Shunga o'xshagan payg'ambarimiz yosh bolalar bilan qilgan muomalalardan bir misollar aytib bering. Payg'ambarimiz haqida tushunchasi paydo bo'lsin bolangizda, keyin yaxshi ko'radi payg'ambarimizni. Ota bolasini yoshi har qancha kichkina bo'lmasin, tarbiyasiga e'tibor berish kerak. Chunki qaranglarda, masalan, tug'ilgan bolamizga payg'ambarimiz birinchi qiladigan ishimiz nima deb aytgan? Quloqiga ozon aytinglar deganmi? Hali aqli kirgani yo'q, lekin quloqiga Allohning lafzi kirsin, Allohu akbar kirsin quloqiga. Shuning uchun bolangiz har qancha kichkina bo'lmasin, e'tibor bering. E'tibor bering. Masalan, bir ota nima ish qilgan ekan? Bu tajribalar bor. O'sha ertamanda maktabga ketayotganda, ko'chaga chiqib ketayotganda so'raydigan pulini bir korobka qilib solib qo'ygan ekan ichiga. Yoniga daftar bilan qalam qo'yib qo'ygan. Bolam, olavering. Qancha kerak bo'lsa, yozib qo'ying faqat. Bugun 10 so'm oladi, yozib qo'yadi. Ertasiga 20 so'm oladi. Ko'radi qancha olayotganini. Bir oy o'tganda hisoblasa falon pul olibdi. O'ylanibroq oladi. O'ylanibroq oladi. Mana bitta uslub. Qiyinmi? Ha, domla bizni bolalar agar qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, nima qiladi? Demak, sizni bolangiz shunaqa ekan, nima qilaylik? Shuning uchun bolamiz har qancha kichkina bo'lmasin, birodarlar, so'ziga quloq tutish kerak. Xuddi katta odam bilan muomala qilgandek muomala qilish kerak. Mana payg'ambarimizni ko'rdinglar nima dedi? Abu Bakrdek odam o'tirsa, so'rayapti, beraveraymi? Shuning uchun farzandini o'qishi bilan qiziqish kerak. Nimalarda g'amida yuribdi, kimlar bilan do'st bo'lyapti? Bolamiz bilan o'zimiz o'rtamizda parda qilib olmaylik. Eskilar ko'p aytar shu gapni. Xudo bergan odamni bolasi 15 ga kirganda bosh bo'ladi oilaga. Xudo urgandiki 30 da yosh bo'ladi. Bolalarimizga e'tibor qilishimiz kerak. Payg'ambarimizni tanishimiz kerak, oilasini tanishimiz kerak. Buni o'rniga nima bo'lyapti uyimizda? Uyimizda kim tarbiya beryapti bolalarimizga? Kim o'rgatyapti? Kimga o'xshash kerak? Kimga ergashishlik kerak? Kimni o'ziga ibrat, kumir qilishlik kerak? Kim o'rgatyapti uni? Televizor. Aktyorlar, sportchilar, qo'shiqchilar, ular nimani yaxshi ko'radi, kimlar bilan do'st bo'lgan, qaysi kiyimni yaxshi ko'radi, qaysi ovqatni xush ko'radi, qaysi seriallarni ko'radi, hayotlik chog'ida qancha pul topgan, qaysi mamlakatga borganda qanaqa bir qiziqarli voqea bo'lgan, qaysi kinoda, qaysi futbol komandasida o'ynaganda nech pul topgan, bularni yaxshi bilishadi. Birodarlar, farzandingizni tarbiya oladigan joyi televizor bo'lsa, qayoqdan sizni ko'zingizni quvonch olsin. Erkak kishi uchun hayotida uchraydigan eng katta mehnat qaysi? Pul topish, yer olish,
Uy solish, bolasini uylab joylab qo'yishmi? Erkak kishi uchun hayotida uchraydigan eng katta mehnat bola tarbiyasi. Ishonavering. Bundan og'ir ish yo'q. Bundan og'ir ish yo'q. Bir kishi o'zini do'stiga shikoyat qiladi. Nimadan? Bolasini noqobilligidan. Nimaga shunaqa bo'ldi bilasanmi? Sen ekibla tashab qo'ygan eding. U daraxtni putamagan eding. Vaqtida dorisini bermagan eding. Vaqtida suv qo'y, vaqtida bir parvarish qilmagan eding. Xohlaganda o'sib qoldi bu daraxt. Kimda ayb? Bu yaqinda uylangan birodarlarimizga yoki farzandlari mayda bo'lgan birodarlarimizga bir juda ham muhim narsaki, farzand har qancha yosh bo'lmasin, uni ta'limi bilan shug'ullanishlik kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, farzandlaringizga 3 ta xislatni o'rgatinglar. Payg'ambaringizni yaxshi ko'rishni o'rgatinglar. Payg'ambarning oilasini yaxshi ko'rishni o'rgatinglar va nimani? Qur'on tilovatini. Yoshroq odamlarni o'tirib qolsangiz yoki quloq solsangiz so'ziga gapi faqat futbol haqida. Ya rahmat, yana ham artistlar haqida gapirmayapti bizkilar. To'lki futbol. Sen o'zingga bir ibrat kumir deyotgan sportchi yahudiymidi, nasroniymidi farqi bo'lmayapti odamlarga. Yana bachavozmidi, yo otasiga oq bo'lgan bir marazmidi farqi yo'q. Muhimi chiroyli futbol o'ynasa, chiroyli qilib uni reklama qilingan bo'lsa bo'ldi. Akalar, bu musibat bu. Musibat bu. Bu yosh yigitlarga eng zo'r narsa nima edi? Tarbiyasi uchun. Sahobalarning hayotini o'rganishidi. Bu sport, bu futbol akalar, sportda hamma turi ham sog'lom, salomat, baquvvat bo'lishlikning bir vositasi xolos, lekin maqsad emas hayotdagi. Maqsad emas. Kelinglar birodarlar, bugundan boshlab ibratni o'zimiz beraylik. Bugun oila kechki ovqatda mabodo o'tirib birga yesa, hammasi yig'ilganda. Mabodo yig'ilib qolsak dasturxonning ustida ona zamondan o'chirib qo'yaylik-da, ovqat yeb o'tirib, bugun bitta sahobaning hayotini gaplashaylik. Zayd ibn Horisaning hayotini masalan. Yoki Umar ibn Xattob roziyallohu anhu hayotidan bir 3-4 ta bir lavhani ko'rib chiqaylik. Bugun siz o'qib bering kitobni. Ertasi kun onasi o'qib beringiz. Keyin o'g'li, keyin qizi. Ey domla, nima deyapsiz? Kim qiladi buni? Bo'ladigan gapni gapiring. To'ppa-to'g'ri. Bu bo'ladigan ish emas bu. Bo'ladigan ish emas bu. Endi mana shu ish bo'lmaydigan bo'lib qolgandan keyin balomdan shikoyat qilib. Hozirgi yoshlarda psixikasida meni tinch qo'yinglar degan narsa bor. Qaytaraman. Hozirgi zamonda suvini, havosini olib o'sayotgan yoshlarda meni tinch qo'yinglar degan tushuncha bor. Nima demadinglar? Qo'ylar. Chunki mana bu hozirgi berilgan ta'lim xuddi shu suvni beryapti. O'zi uchun yashaydi faqat. O'zi uchun. Qayerdan olyapti bu narsani? Musulmon odam o'zini uyini jannatdan bir parcha qila oladi uyini. Birodarlar, hayot har qancha qiyin bo'lmasin, turmush har qancha og'ir bo'lmasin, topish tutish zo'r bo'lmasin, lekin mana shu xonadonni jannatdan bir bo'lakka aylantirish mumkin. Nima bilan? Allohning hukmini qoyim qilishlik bilan. Oddiy ovqat, faqirona jihoz, faqirona uy. Agar bu oilada xotinni erga, erni xotinga qiladigan muomalasi, otani farzandlar bilan, farzandlarni ota-onalar bilan qiladigan muomalasi Allohdan qo'rqish ustiga qurilgan bo'lsa, hayotda har qanaqa mashaqqati bu xonadon uchun hech narsa emas. Ammo millionlagan pulga olingan uyning ichidagi jihozlari falon pul bo'lgan uy, agar Allohni tanishlik asosiga qurilmasa bo'lgan aloqalari, bu uy jahannamdan bir parcha bo'ladi. Uylar bor birodarlar, Qur'on tilovat qilinadi, 5 mahal namoz o'qiladi, baqir-chaqir bo'lmaydi, g'iybat shikoyat bo'lmaydi, televizor tagida kechgacha qolib ketishmaydi. Bu qanaqa uy? Alloh va Rasul yaxshi ko'rgan uy. Ayrim odamlar uylariga yozib qo'yadi, Allohumma barik hadal bayt. Parvardigor, bu uyni muborak qilgin, barakotli qilgin. Lekin namoz yo'q, ibodat yo'q, ertamandan kechgacha muzika, ertamandan kechgacha televizor.
u bola uyda, bu bola bu uyda, har kim o'zini telefonini, planshetini, kompyuterini o'ynab o'tiradi. O'tirmaydi birgalashib. Bunaqa yozuvdan 50 tani ilib qo'y. Alloh bunaqa uyga barakatini yog'dirmaydi. O'zicha hech kim o'zini uyini bunaqada o'ylamaydi. Ya meni uyim bunaqa emas deydi. To'g'ri, siz uyingiz unaqa emas. Sizning uyingizda televizor ko'rilmaydi. Ko'rilsa ham faqat yaxshi narsalar ko'riladi. Har kuni oila a'zolari nonushtani birga qilasizlar. Kechki ovqatni birga qilasizlar. G'iybat shikoyat yo'q. Ona o'zalmonda o'chiq bo'ladi. Dadingiz har kuni kitob o'qib beradi. Har kuni bitta duoni birgalashib, takrorlab o'rganasizlar. Ha, sizlarning uylarda unaqa emas. Sizlarning uylar zo'r. Shunaqami?